Poytaxtda sartaroshxonadan shampun o'g'irlagan shaxs qo'lga olindi. O'g'rining harakati ko'chadagi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Eng qizig'i, u sartaroshxonadan pul ham, telefon ham, hatto qaychi ham olmagan. U faqat ishlatilgan shampunni olib qochgan. Poytaxtimizdagi Tamo Style barber shopida o'g'irlik sodir etildi. Mijozlardan biri sartaroshning shampunini o'g'irlagan va kuzatuv kameralariga tushib qolgan. Biz voqea bo'lgan salonga yetib keldik. Barberning aytishicha, gumonlanuvchi sartaroshxonaga oddiy mijoz sifatida kirgan. Biroq sochini oldirib, boshini yuvdirib bo'lgach, u sartaroshxonada qolgan eng qimmat narsalardan biri ishlatilgan shampunni tanlagan. Shohruz, aslida nima bo'lgandi? Bu eshakni sochini 3 marta yuvdim. Keyin qarasam, o'sha bu mijoz ketgandan keyin qarasam shampun yo'q. Aynan shu bola olganini qayerdan bilib qoldingiz? Keyin kamerani ochtirdi, kamerani ochtirgandan keyin bildim shu mijoz olganini. Barberning so'zlariga qaraganda shampun hali yana 3 marta ishlatishga yetar ekan. Demak, gumonlanuvchi shampunni olib qochgan bo'lsa-da, mahsulotning asosiy qismi saqlanib qolgan. Biz bu voqeani chuqurroq o'rganishga qaror qildik. Shohruz, bu shampun o'g'irlatgan shampuningiz nechta pul turardi? Turardi. Uni yana mana shu qolgan qismini nechta odamga ishlatsa bo'lardi? 3 ta odamga ishlatsa bo'lardi. Pas ekan demanglar-yu. Shunday qilib, ushbu ishda o'g'irlangan shampunning nafaqat narxi, balki necha marta ishlatish mumkinligi ham hisobga olinmoqda. Biz qo'lga olingan gumonlanuvchini ham topib, undan izoh oldik. Shampuni nima maqsadda o'g'irladingiz? Ming bor uzr, meni boshim yotgan payti hidi juda ham shirin bo'lgani uchun olib ketishga qaror qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. O'zim ushlab turamadim. Hidi juda ham shirin bo'lgani uchun olib chiqib ketdim. Demak, oldindan rejangizda bo'lmagan-a bu? Yo'q, oldindan reja bo'lmagan. Barberlarning ish faoliyatida, kundalik hayotida o'g'irliklar bundan avval ham sodir bo'lganmi? Ushbu savolga javob topish uchun biz mikrofonni ularga tutdik. Sizda shunday bo'lganmi o'g'irliklar? Bo'lgan, albatta. Men soch olib, klientimning sochini olib, bo'lganimdan keyin sochig'imni ishlatib olgan. Klientim ichkarida olishimdan oldin bordi, ikkita sochig'im turdi. Sochig'imni ikkita klientimni yuvib, yo'lda shunday sochig'ida artib bo'lishim bilan bitta qarasam joyiga yo'qda sochig'im. Ko'pincha shu mashinka taroqlarni olib ketib qolishadi. So'rovsiz. Kim bo'ladi o'g'ri, kim bo'lib chiqadi oxir? Shu mashinachilar ham ikkita bolalar bo'lib chiqishadi. Parviz aka, eng qizig'i mijozimga kresloyim yoqardi. Bu payt qarasak, chiqqanimizdan keyin ertasi kuni kelsa kreslo ham yo'q, u mijoz ham yo'q bo'lib ketdi-da, eng qizig'i. Meni pulimni o'g'irlashgan. Pulingizni o'g'irlashgan? Men kartamga pul tashlab berish kerak edi mijoz. Men unga karta raqamimni tashlagandim, u karta raqamimni ichida pullar bilan hammasini yechib olgan. Ha, bo'lgan. Nima qolgan? Fen yo'qolgan. Topilganmi? Topilgan, qo'shnixonadan topganman. Demak, sartaroshxonalarda shampun masalasi jiddiy ko'rinadi. Ayrim barberlar mahsulotni millilitrigacha hisoblasa, ayrimlar esa mijoz ketgandan keyin qaysi buyum qolganini sanashga majbur. Xullas, gumonlanuvchi qo'lga olindi, shampun topildi. Barberning hisob-kitobi esa to'g'ri chiqdi. Uni yana kamida 3 marta ishlatsa bo'ladi. Aytar so'zimiz, o'zingizni ehtiyot qiling, shampuningizni o'g'irlatib qo'ymang. Parviz Fattoyev, Sherzod Abdullayev, Behruz Hamroyev, Pista News uchun maxsus.